Aytgan ham nima shu aytgan gaplaringizni amalni sinab ko'rdik. Mana shularning natijasi bu. Mana. Ko'staymasin mana Muzaffar aka bu aytilgandan ham ortiqku. Mana 3-yilda 5 kilo 10 kilo deb dokument qilingan. Kredit berilgan paytida bu 5 kilo 10 kilo bir novdani o'zi berib turibdi-ya Muzaffar aka. Ko'staymasin. Qoyilman. Bu ko'tara olmay mana oldindan gap yuradi-yu, mehnat xonqaliklardan so'ra deb. Qoyilman. Nima qo'yishdi mana. Hatto mana ko'tara olmay tagiga tirpiq. Voy, bunisini ko'ring Muzaffar aka. Mana akalar. Mana hurmatli dehqonlar, mana Xorazm viloyatida mana bugun 30-avgust kuni mana Trombank krediti orqali yetishtirayotgan mana dehqonimiz Muzaffar aka. Xudo xolasa shu Trombank xodimlar oldida ham ot yuzli Allohu akbar. Xudo xolasa bo'lamiz degan niyatdamiz. Nasib. Shularni ham yuzini yerga qaratmay, Xudo xolasa. Mana buni yangi shu Trombank rahbarimiz Olimboyga aytamiz, bir kelib ko'rib ketishlari kerak, Xudo xolasa, chunki Bizdan katta rahmat deb qo'ying. Mana bularning o'sha xursandligi, ayniqsa shu markazga Trombankga bular rahmat aytayapti. Musratiga mana shu siz tufayli ancha narsaga erishdik. Chunki bilasizlar, men Trombankni xizmatlari bo'yicha viloyatlarda yuraman. Mana Samarqandda bo'ldik, mana hozir Xorazmdamiz. Bugun Qoraqalpoqda ham mana hatto avgust bo'lishiga qaramay Taxiyatoshda ko'chat ekdik. Ko'chatlarimiz bugun yetib keldi mana. Mana shu hozirgi ko'rganimiz hammasi bir tup limon. To'g'ri Muzaffar aka? Mana ko'tara olmay nimasini mana ko'tara olmay solyapti, mana bir tup limon. Mana dehqonimiz Muzaffar aka juda xursand. Endi kim xursand bo'lmaydi? 1 kilosi mana 2 dollar, 3 dollar bo'lib tursa. Aytdim-ku. Mana hozir o'sha 30 mingdan ham zararga beribdilar iltimos qilganiga, lekin o'zlari sotmoqchi emas. Chunki ertaga 20 ming bo'lganda ham pishganda yutiladi bu mana. Yutadi pishganni sotgan dehqon. Qoyilman. O'sha Trombankda birinchi hujjatlashtirilganda 20 kilo, 10 kilo, boringchi 5 kilo solar deb dokument qilingan edi. Endi masalan Muzaffar aka bu 20 kilo, 20 kilo, 30 kilogacha bitta nima? Mana kilo. Mana. Endi ko'z tegmasin deb qolamiz Muzaffar aka bu dehqonchilikka. Mana. Bu Xorazmda yana qaytarib o'tamiz bu xonqada. Xorazm xonqada. Rahmat shu hamma xodimlarga, Nusrat aka Asoviy sizga rahmat. Shu mana shu holatga keltirgani shu haqiqatdan ham xursandmiz.